O'rtoqlar, sizlarga hozir grammatikani o'qib, faqat test etishdan boshqa hech narsani bilmaydigan, chet elliklar gapirsa ingliz tilida narsa eshitsa tushunmaydigan Ayzadan haqiqiy bemalol erkin muloqot qila oladigan, o'qigan narsasini tushuna oladigan, hech kim bilan qo'rqmasdan gapira oladigan Ayzani Ayza qilgan joy haqida ma'lumot bermoqchiman. Bu joyning nomi Yuzkul. Yuzkul Toshkentda birinchilardan bo'lib ochilgan o'quv markazi bo'lib, u o'zini traditsiyalarini, kulturasini juda ham yaxshi saqlab qolgan. Bu yerda o'qituvchilar shunchaki kelib o'qitib keta olmaydi. Darslar o'tish uchun ular maxsus treninglardan o'tish kerak va faqatgina ular talabga javob beradigan bo'lgandagina dars o'tish huquqiga ega bo'ladi. Va agarda siz oldin bir necha kurslarga borgan, o'qituvchilarni ko'rgan va ingliz tili o'rganishda qiynalgan bo'lsangiz, gapira olmayotgan bo'lsangiz, grammatikani hayotga tatbiq qila olmayotgan bo'lsangiz, siz albatta bu yerda kelib darslarda qatnashib ko'rishingiz kerak va siz ham xuddi men kabi shunchaki o'yinlar o'ynab, shunchaki aktivitelar orqali ingliz tilini tez orada, ishonchim 100% komil, erkin gapirib keta oladigan bo'lasiz.